Assalamu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining bugungi xabarlar programmasiga xush kelibsiz. Men Muhammad Azam. Tövəndəki xəbərlərimizdən təfsilatı olsun. Xitay xəbər toruning 7-ci ayının 13-cü gündəki xəbərdə bildirilishicha, Xitay ötkür qilish nomidagi 2023 yillik xalqaralıq mərgənlər etish musobaqasini 12-ci yilda Urumchidagi Xitay xalq qurolliq saqchi qismining məşq bazasida o'tkazgan. Bu musobaqaga Belorussiya, Pakistan, Kuveyt, Janubiy Afrika va Dominika qatorliq 19 davlatdan kelgan 80 dan ortiq mərgən qatnashgan bo'lib, musobaqaga qatnashuvchilar 12 musobaqa turi bo'yicha bastashidi ekan. Xitoyning o'tkir qilish nomli xalqaro mərgənlər qarshi qilish musobaqasi atalmış terrorga qarshi turish bahanasi qatorida o'tirib chiqqan. Xitoy qurolliq saqchi qismlarining amaliy jang mashqi va xalqaro harbiy hamkorlikni qanot yoydirishidagi muhim maqsadlardan biri bo'lib, buningdan burunmi bu turdagi musobaqalarni o'tkazgan. Bu qatimliq musobaqa jarayonida har davlatdan kelgan musobaqaga qatnashuvchilar o'zaro jang tajribasi almashtirib, o'zaro hamkorlikni kuchaytirib, dunyoning har qaysi joylaridagi harbiy va saqchi qismlar bilan birlashib, xalqaro terrorlikqa qarshi turish saviyasini yuqori ko'tarib, o'zining xalqaro harbiy kuch doirasini texnik kengaytirishni maqsad qilgan. Xitoy xabar torining 7-ci ayının 14-cü gündəki xəbərdə deyilishicha, atalmış Qashqar xalq hökuməti, atalmış Şinjan xalqaro quruqluq port cheklik şirkəti və Yeni quruqluq dengiz koridoru məşğulat cheklik şirkəti bilan Muş ayının 13-cü günü Qashqar şəhərdə özaro strategik hamkorlik kelishimi imzolagan bo'lib, Sharq Turkistonning Qashqar shahrining xalqaro chegara afzalligidan to'liq foydalanib, 3 taraflik qo'sh liniyalik xalqaro tijorat koridori qurilishini yo'l qo'ymoqchi ekan. To'xtam imzolagan 3 taraf o'zlarining rayon afzalligidan to'liq foydalanib, g'arbda Yangi quruqliq dengiz koridori qurilishini birlikda ilgari surib, Yangi quruqliq dengiz koridori va Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston qatnash tugunini keng ko'lamlashtirish, o'zaro iqtisodiy qimmat yaratib, Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston koridori qatnashishini texnik qulaylashtirib, birlikda taraqqiy qilish strategiyasini o'rtaga qo'ygan. Vatanimizning Qashqar shahri Xitoy bilan O'rta Osiyoni tutashtiradigan Yangi quruqliq dengiz koridorining muhim yadrosi. Qashqar shahrining Xitoy bilan O'rta Osiyoni tutashtiradigan o'rin afzalligi Xitoyning O'rta Osiyoga kengayishidagi intayin muhim halqa bo'lib, Xitoyning O'rta Osiyodagi har qaysi davlatlar bilan bo'lgan savdo tijorat va iqtisodiy taraqqiyotining muhim qatnash tugunlaridan biri. Xabarlarimizni ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.